Bu avtomobilni ko'pchilik bilsa kerak, Jack M2 Refine modeli hisoblanadi. Bu minivan 9 o'rindiqlik. Bunda ikkilik motor joylashtirilgan, 145 ot kuchiga ega atmosferni hisoblanadi. Demak, metan propan o'rnatsangiz bo'ladi. Bu hozir sotuvdan tayyor holda turibdi. Narxi 243 million 180 ming so'm bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Eng asosiysi, oldinlari bu 280 million so'mgacha sotilgan. Hozir esa narxini ancha tushirganmiz. Marhamat, hozir salonini ham ko'rsatib o'taman. Bu 9 o'rindiqlik sidenyalar joylashuvi va oldi qismi multirul, kruiz, klimat kontrol barchasi mujassam va bunaqa salonga ham qo'shimcha deflektorlar o'rnatilgan. Juda ham ajoyib. Orqa tomonni ham hozir sizlarga ko'rsataman. Orqa tomondan ko'rinishiga bir e'tibor beramiz. Afshi zo'r ko'rinishi. Narxiga keladigan bo'lsak, aytib o'tganimdek 243 million 180 ming so'm bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Zapchastidan umuman muammo yo'q. Pastdagi raqamlarimizga murojaat qilsangiz batafsil ma'lumot berib o'tamiz.